Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Qur'on o'rganuvchilar. Qur'on o'qish darslarimizni davom etamiz. Bugun darsimizni 6-qismi, demak darsni boshladik. O'tgan darsda ka va lam harfini o'tgandik. Harflarni takrorlaymiz. Ka, ki, ku, ak, kam, kum, kun, kay, bakru, makru, karmu, kanzu, tarku, kataba, yaktubu, taraka, yatruku, katabtum, amaraka, amaratka, kuntu, mumkin. Lam harfi la, li, lu, al, bal, lam, lum, lan, kil, nazala, lazima, kamula, anzala, alzama, akmala, akalat, akalna, akalta, akalti, akaltu, akaltum, bulbul, yalamlam, tazalzala, yatazalzalu, mutazalzil. Darslarimizni takrorlab o'tdik. Yangi harf o'tamiz. Yangi harfimiz bu vav harfi. Bugungi darsimizdan boshlab harflarni mahrajiga e'tibor beramiz. O'zbek tilida yo'q harflarning mahrajini yaxshilab o'rganamiz. Iloji bo'lsa, bu mahrajlarni Shayx Alijon qori ustozimiz darslaridan ko'rib o'rgansalar yaxshi bo'ladi. Demak, bu vav harfi o'zbek tilidagi v harfidan farqi bor ozroq. O'zbek tilidagi v harfi bu varrak yoki varoq so'zlardagi v harfidan farq qiladi. Bu vav harfi o'zbek tilida qovun yoki sovun so'zlaridagi v harfiga o'xshaydi. Demak, v emas, v. Qovun, sovun, v. Varrak, v emas. Varoq, v emas, v. Demak, boshladik. Va, vi, bu. Av, rov, nav, lav, varom, vatar, vaman, valan, valam, valam emas, valam, vakam emas, vakam, avlu, avlu deb o'qilsa xato bo'lib qoladi. Avlu, rovmu, yovmu, kavnu, vaylu, vaznu, kavkab, mavkib, avdamtum, avtartum. Takrorlaymiz. Bu harf aytilganda lablar oldinga cho'zilib aytiladi. V. Bizdagi v harf aytilganda tepa tishlar pastki labga tegilib aytiladi. Farqi shunda farq bo'lsa ham bo'ladi. V emas, v. Va, vi, bu. Av, rov, nav, lav, varom, vatar, vaman, valan, valam, vakam, avlu, rovmu, yovmu, kavnu,
vaylu, vaznu, kavkab, mavkib, avlamtum, avtartum. Keyingi harf bu ha harfi. Bu harf ham o'zbek tilidagi h tovushidan farq qiladi. O'zbek tilidagi yumshoq h tovushidan ham yumshoqroq hisoblanadi. Bu harf halqumning pastki qismidan chiqadi va hech qanday to'siqqa uchramasdan ha deb aytiladi. Bu mahraji halqumning pastki qismi ha, hi, hu, hab, habmas yoki habmas, hab, ham, hal, huwa, hiya, hum, zuh, aham, wahab, lahab, waham, lahum, bihim, minhu, minhum, ilayhi, ilayhim, amhilhum. Takrorlaymiz. Ha, hi, hu. Demak, ha, hi, hu emas. Ha, buni yana kindik ha ham deyiladi. Ha deganimizda kindigimiz ichkariga tortiladi. Ha. Kindik ha mahrajlarni shunda aniqlasak ham bo'ladi. Demak, halqumni pastki qismidan chiqadi. Ha deganimizda kindigimiz ichkariga tortiladi, yumshoqroq. Havo to'siqqa uchramasdan chiqib ketadi. Ha, hi, hu. Hab, ham, hal, huwa, hiya, hum, zuh, aham, wahab, lahab, waham, lahum, bihim, minhu, minhum, ilayhi, ilayhim, amhilhum. Demak, darslarimizni yaxshilab o'zlashtiramiz, mahrajga e'tibor beramiz va Shayx Alijon qori ustozimizning darslarini ko'rib, yaxshilab mahrajlarni o'rganamiz. Bugungi darsni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha